Assalomu alaykum hammaga. Akalar 10x mashinamizni sotib olganmiz. Oldidan qattiq udar bo'lgan. Ko'rib turibsizlar, betonga urilgan mashina. Motor korobkalari ham sinib ketgan. Udar qattiqligidan mana eshiklari ochilib, yopilmagan holatga kelib qolgan. Salonlari sinib yotibdi. Tarpetka rul airbag otgan, eshik shipkalari ham chiqib ketgan joyidan. Orqa tomon holatlari yaxshi holatda turibdi. Bu yoqda ham ozgina udari bor, ikkita eshigi ketgan. Mashinani yiliga kelsak 2025-yil 5000 km yurgan mashina, full pozitsiyada, lyuklari bor, redline. Bu mashinamizni xuddi shu holatda sotib olganmiz akalar. Kimda shunaqa urilgan DTP bo'lgan mashinalar bo'lsa, butun O'zbekiston bo'ylab zo'r narxda sotib olamiz. Pastda telefon nomerlar qoldirib qo'yaman, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bizga mana shunaqa avariyniy mashina topib bersanglar, $100 dan $200 gacha xizmat chiqazib beramiz. Bizga keyin telefon ko'p bo'yapti. Mashinani zapchasini sotmaymiz akalar. Korobka, motor, balon hech narsa sotilmaydi. Faqat avariyniy mashina olamiz, sotamiz.